Hammalarga assalomu alaykum. Mana shu unchalik talantimiz, blogerlikka da'vogarligimiz yo'q bo'lsa ham, shu internetga chiqib ko'p gaplarni gapirging keladi odam. Shunaqa gap yaxshi, foydali videolar olish uchun internetga chiqishga qaror qildik-da endi. 20-30 ta video chiqardim. Kimlargadir foydasi bo'layotgandir, kimlardir qanaqadir bir foyda olayotgan bo'lsanglar, kommentariyada yozib ketinglar. Hozir bitta narsani aytmoqchiman. Bir odam Rossiyaga ishlashni boshlabdi. Rossiyada 18 yoshidan 26 yoshigacha Rossiyada ishlar ekan. Xullas, nima oshindingiz deb so'rasa u odamdan, hech narsa oshinganim yo'q debdi. Yana ketyapti ekan Rossiyaga. Shuncha yil ishlabsiz mana. 8 yil yo'q bu yoqqa. 7-8 yil ichida 3 ta opa-singlim bor, shuni turmushga berdik, to'y qildik debdi. Endi juda achinarli holatda bitta odamni 8 yil umri to'y uchun o'tib ketyapti. To'ylar o'zi qancha pulga qilinish kerak? Necha pul ketadi to'ylarga? To'ylar mana 1 yil ishlab topasiz-ku pul. Misol 1 yilda kimdir $3000 topadi. To'planlaydi. Siz oylik ishlab topayotgan pulingizni hisoblamang. Mana $1000 topasiz oyiga. Unaqa pulni hisoblamang siz. Uni topyapman deb o'ylamang. Sizni topgan pulingiz oxirida bilinadi. Mana yil oxirida qancha daromad bilan chiqdingiz? 2000 mi, 3000 mi? Shuni yo yarmiga yoki 3dan 1iga to'y qiling. Men o'zimni to'yim shunaqa bo'lgan. 2 yil yoki 3 yil davomida endi hunarim yo'q. Ozgina oylikka ishlayman, $300 oylikka ishlayman. Uni ichida hamma oylarni o'zim boqaman-da, xullas. Men ta'minlayman pul tarafda. O'z kichkinagina edi oila. 2 kishidan iborat, men, onam. $100 rasxodga ketsa 200 to'plardik. Sezonligi edi ishim. 5 oy ishsiz yurardim. Shuna qilib bir 2 yil, 3 yilda $4,500 pul to'pladim. Undan oldin qurilish qildim. 7 yil qurilish qildim. 18 yoshimdan boshlagan bo'lsam 7 yil emas, 9 yil bo'lgan ekan. To'ygacha 9 yil o'tdi. 27 yoshda uylandim. Qurilish qildim. Uy soldim. Juda cho'zilib ketdi. Uni ham pul bilan muomalani to'g'ri qilmaganligim uchun uydagi qurilishim juda ham uzoqqa cho'zilib ketdi. Endi aytmoqchi bo'lganim, hozir 8 yil ishlagan bola 3 ta opasini chiqargan bo'lsa, opa-singlisini turmushga bergan bo'lsa, 2 yil, bu yog'i 2,5 yildan umri ana shu opalarini turmushga berish bilan o'tdi. Bitta odam 2,5 yil umrini bitta to'y uchun sarflayapti-da. Juda ham achinarli holatda. U yana ham men bilmadim, endi o'zim gaplashmaganim uchun u odam bilan uni qarzi ham bo'lish kerak. Hali. Bu yog'i salkam 3 yildan 3 yil desa ham bo'ladi. Har bitta to'y uchun 3 yildan umr ketyapti. 9 yil bitta odamning umrini yeyapti. Unaqa bo'lmaslik kerak. Qizlarga yaxshi tarbiya bering. Bir haqiqiy ayol qilib tarbiyalab qo'ying. Nimaga qilasiz unaqa seplik,
kelin qilib. Hani eplik kelin yaxshimi, seplik kelin yaxshimi deydi-yu. Seplik kelindan eplik kelin yaxshi deydi-yu. Shunaqa bir aqlli, bir haqiqiy oilam deydigan, bir har qanday sal g'alatiroq erkakni ham to'g'rilab boradigan ayol qilib tarbiyalang. Ota-onalarga mas'uliyat bu. Keyin uni orqasidan yalinib, sepib berib yaxshi ko'rinish shart emas quda tarafga. Yomon g'alati shu narsa. Bu varonkaga o'xshaydi, haligi suvda ichida bo'ladi, aylanadigan. Tegirmon deydi, varonka. Shuning ichiga kirib ketasiz. U yerdan chiqa olmaysiz, ashigaga tushib qolsangiz. Bu to'y balosi, uy solish balosi, bular ana shu varonka hisoblanadi. Duo qilishda kattalar duo beradi-yu, yig'inlarda, boshqalarda bir qanaqadir yosh kattalar duo qilyapti, topganing to'ylarga buyursin deb qarg'ayotgan paytda omin emas deb turing, qabul bo'lmasin mana shu duoingiz deb turing ichingizda. Chunki bu to'y balosidan deyin. O'zingiz duo qiling. To'y balosidan, uy solish balosidan, odamlarga qarab yetaman deb yashash balosidan o'zingiz saqlangin deb duo qiling. O'zingiz qarg'amang, qarg'aganga olmin deb turmang, qarg'ayotsa. Shuning uchun o'zimiz ham yoshmiz, yoshlarga aytgan bo'lardik, orzu emaslik yig'ishtirib ko'rpaga qarab oyoq tuzatib olish kerak. Gemorroyga chiqib ketadi unaqa qilib. Boshqa Instagramda bir yerlardagi chiroyli to'ylarni, hashamatli uylarni ko'rib shunga yetaman deb, shularga o'xshayman deb harakat qiladigan bo'lsangiz, urinadigan bo'lsangiz, umringiz o'tib ketadi. Belingiz girija bo'ladi, orqangiz gemorroy bo'ladi. Bo'lyapti-da bu narsalar. Odamlarga yetaman deb, sunnat to'y qilaman deb nikoh to'ydan ko'p qilib qilishyapti, ortiq qilib. Hayron qolasan, odamlar vos-vos bo'lib qolganmi deysanda. Men pul topib 8-9 yil pul topib xotirjamlik topmadim. Topgan sarim yetmayapti. Faqat rasxod haqida o'ylardim ekan, chiqim haqida. Uni qilishim kerak. Menga kim majburlayapti uni degan fikr keldi keyin bir oxir. Zerikdimda 9-10 yil deganda pul topgandan keyin shu fikr keldi. Shundan keyin men pul to'playman dedim. Men o'zim xotirjam bo'lishim kerak. Cho'ntagimda pulim bo'lsa xotirjam ekanman dedim. Men erkak kishiman. Cho'ntagimda pulim bo'lsa oilam ham xotirjam bo'ladi. Lider ota bo'la olaman. Shuning uchun pullarni to'pladim. 2 yil 3 yilda bir imkoniyat chiqdi. $300 oyligim bor edi xolos. 3-4 yilda bir imkoniyat chiqib, shu imkoniyatni qo'ldan chiqarmadim. Oyligim $1000 bo'ldi. Pul topishim, mustaqillashdim, boshliqqa ishlamaydigan bo'ldim. Yana 3-4 yil o'tib, yana bitta ish chiqdi, o'zimni boshlang'ich kichkina o'zim uchun oilaviy biznesimni boshladim. Unda yana oyligim ko'tarildi 2 barobarga. $2000-3000 pul topsa bo'ladigan ish topib oldim. O'zim uchun bir ish boshladim. Shuning uchun pul qancha ko'p bo'lsa ham, agar to'g'ri fikrlamasangiz, xotirjamlik bermaydi ekan, yetmaydi ekan hech qachon. $1 million pulingiz bo'lsa ham, $2 million rasxodni miyangizda o'ylab turgan bo'lsangiz, chiqimdi. U sizga xotirjamlik bermaydi, yetmaydi-ya, shu pulim yetmadi-ya deysiz. Menga o'xshab bir $5-6 ming zapasga pul tashlab qo'ying, qolgan bir $3-4 ming yo bir $10 ming оборотda bo'lsin, lekin xotirjam bo'ling. Miyada chunki menda rasxodlarni miyamga qo'yib olganim yo'q. Hozir umumiy holatim, mana 36 yoshdaman. O'zimni shaxsiy narsalarim, erishgan narsalarimni pulga aylantiradigan narsalarim uyimdan tashqarisi. $20 ming atrofida. Naq qo'limda bir 10 ming atrofida pul bo'lsa, endi u meni xavfsizlikka osishim kelajak uchun tashlab qo'yganman.
Lekin оборотda 3-4 ming, bir 5 mingcha bo'lsa kerak. 5 ming dollar ya buyog'i yilni oxirida hisoblanadi bizga. Yil oyiga 1000 ham, 1,5 ming ham topaman. 2 ming ham topaman, lekin yilni oxirida misol 3 ming, 3,5 ming, oshib ketsa 4 ming yig'ilyapti. Chunki hamma yoq qimmat, arendalarim bor, rasxodlarim bor, kerak bo'lsa, misol 3 ta farzandim bor. O'zim bilan 6 kishini ta'minotini qilaman. Yetyapti lekin. Xotirjamman, ajoyib o'zimda bir yengillik. Men ba'zi bir inomarkada yurgan, kurtoy mashinalar minib yurgan, shohona bir uylarda yashayotgan odamlardan ko'ra xotirjamman. Uyim uch xonagina, kichkinagina qilib solganman. Sharoitlik yaxshi. 3 xonalik kvartira qanaqa bo'ladi? Misol 65 kvadratlik 3 xonalik kvartira, o'zingizlar tasavvur qilishingiz uchun. Shunaqa qilib solganman. Juda ham ixcham, issiq, sharoitlar yaxshi. Pishiq ishlab solganman. Devorlari qalin, betonlari mustahkam. Kichkina qilib cho'ntagimga qarab solganman. Lekin ana shu uy solayotgan davrimda ozgina pul ilmini bilmaganim hisobiga qiynalib qoldim. Mana endi bilib oldim o'zim. Ancha-muncha odamlarga maslahat bera olaman. Kurslar sotib olib o'qidim ham. Pulingiz oshib qolsa, oshiqcha pulingiz bo'lsa yaxshi ekanda, miyani rivojlantirishga ozgina pul sarflab qo'ydim, juda dunyoqarashim yana ham o'zgarib ketdi. Ayniqsa moliyaviy erkinlik kurslarida o'qidim 1-2 ta. Zo'r bo'ldi mana. Lekin insonda pul boshqarish birinchi bo'lib o'zi topgan shaxsiy pullarni boshqarishda bir bilim bo'lsa, boshlang'ich bilim. Katta qo'liga pullar tushgan paytda ham inson oshqozonini kengaytirib, rasxodini ko'paytirib olmaydi ekan chiqimini. U pulni yana ham o'zi uchun ishlatishga harakat qilar ekan. Pul siz uchun ishlash kerak. Shuning uchun pul uchun ishlamang, pul uchun boshida ishlang. Pulni o'zingizga cho'ntagingizga olib kelganingizdan keyin pul siz uchun ishlasin.